26 yoshdan oshgan bolalarga hech kim qizini bermayapti ekan hozir. Bolalar o'tirib qolyapti ekan. Ha, yigitlar ham o'tiradigan payt ketdi-ku. Qizlar esa, qizlar. Shetdamizlar. Davrlaring keldi qizlar. Endi shoshilmanglar, xo'pmi qizlar? Bemalol o'qishlarni bitirib, diplomlarni olib, o'zlaringdan 10 yosh kichkina dadasi o'tmagan bolalarga tegib olasizlar, xo'pmi? Endi qizlarimizning davri keldi. Ayib o'zimizda, ha, o'g'il bo'lsin, o'g'il tug'masa meni kim boqadi, o'g'lim bo'lmasa ertaga bo'lmaydi, ertaga nasib davom etish kerak, bo'lmasa ajrashaman, boshqasiga uylanaman. Mana ahvol. Biz o'zbek ajoyib xalqda ketma-ket 3-4 ta o'g'il tug'iladi-yu, любой payt tug'ilishni to'xtatish mumkin. Lekin ketma-ket qiz tug'sin bechora xotin. O'g'il tuqquncha tug'diradi-ya. Katta qizi bilan raddomda yotibdi. Nevaralari keladi ko'rgani. Bu jon tog'am tug'ilmadimi? Kutib turaylik-chi, tog'aymi, xolaymi hali ko'ramiz-da. Yana qizlarga irim qilib ism qo'yishadi, keyingisi o'g'il bo'lsin deb. Qiz bolaning ismini qarang, O'g'ilay. O'g'ilaydan keyin ham 3 ta